Oyijonsa assalomu alaykum. Men so'rashmoqman, kamchilik bo'lmadimi? Turing javobaringiz bo'lsa, bemalol. Kim massaj qilyapti? Robiya ham qilyaptiram, yaxshimi? Shuni bo'lsa ham unaqa energiya hammasi shu. Tushundingda, Robiya nima olgansiz dedi. Hamma energiya shuda deydimi, bolam chaqam demaydi. Bu joysiz yaxshimisiz? Qizimsiz? Sizdan bir anchadan beri massaj oladilar bular. Qanaqa bolangiz, yaxshimi? Juda ko'nglimizda to'lgan. Barakatli, taninglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, masterlar hammasidan muomalasiga ma'no qilaman deb bilan chiqsam bo'laman. Shunaqa muomalali, kuzatib o'tiraman, shunaqa havosim keladi, yaxshi masterlarni tergansiz. Qo'lingizda juda to'lgan. Yaxshimisiz? Kamchilik bo'lmayaptimi? Yaxshimi, yaxshi qilyaptimi, opam? Mehnat qilyapti-da, o'shani suvli chiqib ketyapti orqasidan mana. Oyijon, siz yaxshimi? O'zi o'tgan safar kelganingizda rahmat aytmoqchi edim. O'yinimizni qotib qolgan edi, yarmisi. Mramor koja bo'lgan. Mana o'sha Robiyaga ham, o'ziga ham aytaman har kuni rahmat deyman, Nargiza opamga ham rahmat deyman. Yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi massaj qiladi. Birinchi kuni men o'zim aytganman, voy Robiya, chunki bu boshini ko'tara olmasdi. 4 oylik bola boshini ko'tara olmasdi-da. Robiyaga aytgan, voy Robiya, sekinroq qiling, chunki buni yarim tomoni qotib qolgan bo'lgani uchun yig'lar, chirillar, nima buni tinchlantira olmasdi. Qo'rqmang opa deganlar. O'sha birinchi kunda boshini ko'targan. Masalan, videosi ham bor, rasmi ham bor. Tashlab bering menga, qo'yamiz Sen Robiya Vasteran shu qiz bo'ladilar. Yosh bo'lishiga qaramasdan men massaj qilishini ko'rib sraz olganman. Zahra opamning qizlari bo'ladilar. Alloh xayrli qilsin. Bu Ko'kcha filialim. Kichkinagina, shinamgina bu kichkinadan kutishxonamiz. Ichkarini xudo xolisa remont bo'lsa o'zgartirish qilib. Sizlar, meni Ko'kcha filialim shundoq Ko'kcha machti 10 qo'ylida 100 metr gumbaz turibdi. 100 metr o'tgandan keyin joylashgan. Ko'kcha